zakazchik taraf. Klient bo'lsa, zakazchik. U sizga o'xshagan поставщикka dafigasini ko'rib tashlaganda, серьезно, juda ko'p. Birinchi sizni давление qiladi. Mana bu noto'g'ri ekan, davay отказ qil, короче, bosh xotirmaga mana shunaqada. Novichok bo'lsa qo'rqadi-da, davlat korxonasi-yu, davlat bilan o'ynashmalaring degan uydagilar deb qo'rqib отказ yozib beradi. Menga o'xshagan chiqsa, sразу joyga o'tkazib qo'yadi. Bu byudjet puli, katta xolini puli emas. O'sha qonun doirasida men yutib oldim. Salomatligini qilib, to'g'ri qil. Olmaysanmi, xat qilib yozib ber menga, men sen bilan sudda gaplashaman, joyga o'tkazib qo'yadi. Keyin bu tushunsa, что bu bilan o'ynash mumkin emas, keyin o'zi boshqacha odam bo'lib qoladi. Bizga ham ana katta delalardan tamojiy komitetga 500 millionlik plomba yutib olganman-da. Ana vagonni plombasi bor-ku. Shuni Xitoydan seriyni nomer bilan, uz custom degan logotiplar bilan olib keltirganman 100 ming tani. Olmagan. Ham o'tirardi nachalnik. Tamojniga kirgizmani 2 soat qiynab, dopros qilib, mana shunaqa qilgan. Buni o'zini odam bo'lgan ekanda, biz oxirida kim bilganmiz. Endi aytganman, 80 million pul to'lab beraman deganman, ozgina kech qo'yganman. Xitoyda Новый год boshlanib qolganda, bir 2 haftagami kech qo'yganman. 80 million shtraf to'lab beraman desa, yo'q, 160 million to'laysan degan. Yo'q, to'lamayman degan. Bo'lsam sudlashamiz degan. Sudlashganmiz, yutganmiz. Yana bitta gazetaga statsiya yozib berganman. Что 12 marta olgan 2 yil davomida 500 milliondan 11 martasini bitta firma yutib olgan. Bitta firma bilan shu bilan telefon qo'yatasan, meni ishdan bo'shab ketdi. Oka, nima xizmat? Molingizni olib kiring. Olib kiring, ertasi kuni 500 million pul to'lab bering.